Aziz kitobxonlar, sizlarni o'zbek adabiyoti durdonalaridan biri Abdulla Qahhorning Anor hikoyasi bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Hikoya qahramonlari Turobjon va uning turmush o'rtog'i. Turmush o'rtog'ining esa barcha ayollar singari homiladorlikda uchraydigan boshqorong'ulikda anor mevasini talab qilayotgani yoritilgan. Turobjon qo'lidagi tugunchani olib eshikdan kirar ekan, jo'xori to'yayotgan xotini tugunchani ko'rib erining yoniga chopdi. Xotini tugunchani ochib ichidagi asalni ko'rib eriga qarab anorni olib kelmaganligi uchun xafa bo'lib arazlab qoladi. Turobjon bo'lsa asalning shirinligini, uni yeb ko'rishini aytadi. Turobjonning mehnat qilib bir oyda oladigan oyligi 18 tanga pul bo'lsa, anor o'sha davrlarda falon pul turadigan. Anorni olishga qurbi yetmaydigan bo'lgan. Xo'sh, hikoyaning so'ngida qanday voqealar yuz beradi? Bular haqida hikoyani o'qish davomida bilib olasiz. Aziz kitobxonlar, sizda ushbu kitob bo'yicha qiziqish uyg'ongan bo'lsa, Taxiatosh tumani axborot kutubxona markaziga taklif etib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.